Assalomu alaykum. Bugungi videoda biza Cube City'ni tanishtirib chiqamiz sizlarga. Bu videoni oxirida bu modni qayerdan yuklashni ko'rsatamiz. Mana bu yerdan o'zim yuqtirganman, men o'zim qilib chiqqanman. O'zi aslida bir bo'sh juda ham katta maydon bilan mana bu qishloqlar yuribdi. Ularni o'zim qo'ygan, e'tibor bermanglar. Qishlarga. Shunday ketdik, mana bu kutubxona bor. Devorlar, to'la kitob. Mana kutubxonachi. Buni kitob olsangizlar bo'ladi. Sandiqda nimalar bor ekan? Kitob solmabdi. Mana bu yerda balkonga chiqadigan joy ham bor. Mana balkonga chiqadigan joy. Biz aytgancha kreativda biz mana bu yerdan tushamiz, ketdik. Ketdik. Hozir baxtim gapirib qo'ydim. Keyin yana bitta zo'r bitta kanalni tavsiya qilmoqchiman. Sirli Minecraft nomli kanal. Sirli Minecraft nomli kanal va hozir yonimda do'stim turibdi. O'shaning kanaliga kirib obuna bo'lib qo'yinglar. Hali ketdik. Sen kanalga obuna bo'lmaydi, fa. Nima bu shaharda kiosk ishlaydiga? Kommentariyaga yozinglar, necha kunda bir video chiqsin. Shunga qarab kommentariyalarning hammasini o'qiyman. Qaysi ovoz ko'p yo'qsa, xohlasangizlar har kun video chiqaraman. Xohlasangizlar 2 kunda bir, xohlasangizlar 1 kunda bir, xohlasangizlar 5 kunda bir. Farqi yo'q, kommentariyaga yozib qoldiringlar, ovozga qarab ko'raman. Mana tanklar ham bor ekan. Buncha dahshat. Yo'qda. Mashina. Mashinam bu, mani mashinam buni. Bu bitta mashinasi o'ziniki emas. Shahar meniki zato. Stop. Ancha Damas bo'lganda zo'r bo'laydi, qara. Tog'am dabur, mani Damas meni sanga emas. Super salon kerak emas, kurta balon bo'lsa bas. Mana yerda qanaqadir qabr bor odam, nima ucholmayman endi uchdi. To'g'ri bilib, tepa chiqadi. Mana. Digital X. Tushunmam inglizcha ekan. Avtobus kelsin kut. Bir KHD JPG uchadi. Mashinalar bor ekan. Stop, uchmaymiz biz. Biz uchmaymiz bizmiz. Men geniyman. Yemasliging meni aqaq. Mana inventar qarang. Javob bosyapti inventar. Hattoki ekranda ham javob bosyapti. Nima qilib bir xil javoblar, faqat knopkalar yo'qda. Knopkalar bor. Mana bu yerda aylanaylikchi. Cho'chqa qanday zo'r. Mana bu kiyvolaydi. Inventarda turib xalaqit beradi. Mana bu toza xalaqit beradi. Nerede nima yozilgan? Welcome to Karitsuki Station. Jafar, Karitsuki sushi borgan vaqtda. Yo'q, Karitsuki Station stansiyasi. Mana bu narsa Jafar, sen bir marta Minecraftdan qanaqa qo'rqinchli tovush eshitildi-ku. Ana shu yozuvni o'qiganimda eshitdim. Mana qabr, rip. Kim qabr ekan? Bu yerda nima bor? Nima bu? Yo'qlar. Balki o'tirg'ichdir. Qanaqa o'tirg'ich? Issiqxona. Yo'q, boshqasi aytdim. Qabrni. Ripni yozib qo'ygan ustiga. O'qimadingmi? Nima ripni yozgan? Rip degani qabrmi shu ma'nosida. Tarjimasini bilmayman, tarjimasini bilsangiz kommentariyada yozib qo'yinglar. Hamma narsani kommentariyada yozaver ekansizlar-da. Bir kommentariyaga emas, Telegram kanaliga ham yozib qo'yinglar. Hamma narsani kanalga borib nima menga aytmagansan? Aytmayman, tushundingmi? Hech narsa aytmayman. Men yovuzman. Eng zo'r yovuzman. Men geniy yovuzman. Mana knopkalarni bosib tashlaymiz. Bu knopkalar nima?
sifatida yozuvchi. Mayli boshla. Qaqqa ketyapmiz-a? Lekin nima yuguryapman? Nima? Aytgancha bir narsa aytishimdan chiqdi. Bu Kyoto City tog'ning oldida paydo bo'lib qolishi mumkin. Shuning uchun mana bunaqa narsalar bo'ladimi? E'tibor bermanglar. Bu oddiy mer. Bu yerda Kyoto City paydo bo'lgan. Mana bu yerda nima bu? Tunnel yo'qmi? Tunnel qilish kerak edi bu yerga. Qara qo'rcha borga o'shaning yonida. Shaxta. Minecraft o'zining shaxtasi. O, mazza. Mayli tanishtirishni boshlayman. Mana bu yer qanaqadir maydon. Yangi yil bo'ladimi bu yerda? Ha, yangi yil bo'ladigan joy ekan. Yangi yil qilna. Jingle bellni archa qurib qo'y baqat. Men qanaqadir katta maydon. Meni kanalimga obuna bo'lganlar bo'lsa, bilib qo'yaversinlar. YouTuber isming nima edi o'zi? Lux Gamer. Lux Gamer. Yana bizning kanalimizga ham obuna bo'lib qo'ying. Men bilaman obuna bo'lmagan iloyim. Men hozir ko'ryapman. Men hammasini men bashoratchiman, ko'rib turibman sizlarni. Meni kanalimga obuna bo'lmagan iloyim ko'p bo'lib ketdi. Men hozir hammasini ko'rib turibman. Mana bitta bala obuna bo'lmagan. Tez bo'l obuna bo'l. Hey, ket. Maksimal tez. Maksimalni. Yep. Yurib qoladi o'ylaysizlar. Men iltiradi chatganimni. Bu nima? Nima bu? Yozma. 1987. Ben tushundim bu nimaligini. 1987-yilda qurilgan antena, lekin men buni buzib tashladim. Mana yerda uxlab o'raylik. Peshamnoy. Qol birikuvchi kravat trop qilaman. Kravat trop. Cha. Ko'rding? Qo'y uxladim. Ko'rolmading-da, qara. Men bundoq qildim, qara. Tepa chiqdim, qara. Bunday chiqdim, bunday tushatdim. Birdan boya lekin bosgan paytim birdaniga uxlab qoldim. O'tirdik. Tashlaymiz. Wow, dahshat qurilgan Kyoto City. Nima? Men nimaligini tushundim. Sizlar aytmoqchilarki, hozir bu yerda qishloq bormi? Yo'q, qishloq bo'lmasin. Agar qishloq bo'lmoqchi bo'lgan. Paydo bo'lmoqchi bo'lgan. Lekin Kyoto City qishloqni yo'q qilib qo'ygan. Nima bu yerda bundaqa ketgan? Bu yerda nimalar bu o'zi? Juda ham katta ochiq maydon ekan. Bu yerda nima? Bundoq qorong'i. Nima bu yerlarga hech qanaqa fakllar qo'ymagan? Bunda joyga kirib ko'rsat, obunachilarni ko'payar. Tramvay, tushundingmi? Poyezdli tramvayli poyezdni bo'yni mo'y. Stop, bir boshqaradigan joy bo'lsa, eshik qani? Eshik topib beringlar. Eshik kerak menga. Eshik nima deyapsan? Shikali deydi. Nima? Bu shunchalik tormi? Siqilib ketdim bu yerda. Cheksiz. O'tamiz. Bu nima? Boshqaradigan joy. O'zi ikkitagina vagonchasi. Hali orqada yana bitta vagon bor. Hali orqada yana bitta vagonlar bor. Orqada qolgan vagonda. Mana bitta vagon. Mana bu tarafdan qanaqadir joy. Boshqaruv. Nima bu?
yer boshqaruvimiz bu yerda bunaqa knopkalar. Ha, bu tarafiga, u taraf emas, mana bu tarafiga. Ha, mayli. Endi bu shaharni hammajon ko'rib chiqqan bo'lsa, bunaqa domladan juda ko'p. O'zlaringiz ko'rib chiqasizlar. Buni hammasini ko'rsatishimcha, ancha vaqt bo'lib ketadi video. Mana videoni tugata qolaylik. Bu modda hozir qayerdan yuklashni aytaman. Telegramga kirasizlar-da, buni montajda qo'ya olmayman hozir. Endi ochganman kanalimni, hali montaj qilishni uncha yaxshi bilmayman, hali montaj qila olmayman. Salfar o'rganib olsam, keyin videoda montajlayam bo'ladi. Telegramga kirasizda Easy Mods deb poisk bersangiz chiqadi. O'sha kanalga kirib bemalol yuklab olishlaringiz mumkin. YouTube'ga kirib Easy Gaming kanaliga kirib, unga ham obuna bo'lib qo'yinglar. Men gapirib qo'yibman-ku. Mayli. Video tugagan.